서울대 한국어 아, 제4과를 같이 배워보도록 하겠습니다. Assalomu alaykum. 23-darsda bizga 4-mavzuga keldik, 4-bo'limga keldik. Sovta kitobini deyarli yarmiga kelib qoldik. Xudo xolasa tezda tugatamiz bu kitobni. Bizda bu yoqda ko'radigan bo'lsak, oddiy ish degan gap bilan mavzu boshlanyapti. Oddiy ish qayerda bor? Qandaydir narsa qayerda bor degan so'roq bilan gapni boshlayapti. Qayerdaligini so'rayapti. Ya'ni joylashuvi haqida ma'lumot olganda ishlatiladigan so'zlarni o'rganamiz ekan. Bu yoqda mavzu bo'yicha bizga xarita bergan, qanaqa mavzular o'rganamiz, nimalar o'rgatilinadi. Birin-ketin ko'rib ketamiz bularni. Bizda 110-betimizda kitobda yangi so'zlar kelyapti. Vocabulary kelyapti. Bu yoqda ko'radigan bo'lsak, birinchisi aytayaptiki, mana 장소 이름을 기름과 연결하세요. Joy nomi bilan rasmni bog'lang deyapti. Ya'ni qanday qilish kerak? Bizda misol uchun bu yoqda berib qo'ygan mana bog'lab qo'ygan. Kitobda o'zida bog'langan buni. Biz ham xuddi shunaqa qilib bog'lashimiz kerak ekan. Misol uchun aeroport bizda. Aeroport qayerda bu rasmda? Aeroport mana bu qismida, to'g'ri, mana. Xuddi shunaqa qilib belgilashimizni so'rayapti. Endi bu yoqda tarjimasini oldin qilib berib ketay sizlarga. Aeroport. Ucheguk degani pochta. Pochta. Tesagon degani bizda elchixona bor-ku. Посольство, elchixona. Elchixona. Inang. Hang bo'lmaydi, inang bo'ladi. O'qishda talaffuzda h ozgina yo'qolib talaffuz qilinmaydi deyarli. Pas ovozi chiqadi. Inang. Hang deb o'qish ozgina talaffuzda xato bo'lib ketadi. Shunisiga ham e'tibor berasizlar. Inang. Bank bizda. Kage degani do'kon. Yakub degani biz buni ko'rganmiz, dorixona. Pang'on degani kasalxona. Myungshil degani bu sartaroshxona, go'zallik saloni. Sartaroshxona deylik. Yani soch oladigan joy, turmak qiladigan joy, salon. Ko'rdik, mana tushuntirib berdim qanaqaligini. So'zlarni ma'nosini tushuntirib ketdim. Endi qanday ishlashini ham tushuntirdim. Qolgan qismini so'zlarni yodlagandan keyin, mana bu so'zlarni yodlab chiqqandan keyin o'zlaring qo'yib ketsalaring bo'ladi. Joyiga qarab. Misol uchun ucheguk qayerda bizda? Ucheguk pochta. Pochtani belgisi mana bu narsa. Mana bu qutisi ham turibdi. Mana bu qushni belgisi bor. Mana shu pochtani belgisi bo'ladi. Mana shu olib borib ulab qo'yishimiz kerak ekan. Xuddi shunaqa shaklda qolganlarini ham qilib ketishlaring kerak. Keyingisi Pinkani almajin tanori sisayo deyapti. Bo'sh katakka to'g'ri keladigan so'zni yozing deyapti. Mana bizda ishoralar bergan. Mana bu yoqda tepaga qarab ketgan ishora. Tepaga qarab ketgan.
Bu odam pastga ichki qismini ko'rsatyapti. Mana bu tag qismini ko'rsatyapti. Mana bu orqa qismini ko'rsatyapti. Yon qismini ko'rsatyapti. Oldi qismini ko'rsatyapti. Mana bu jismga nisbatan mana bu jismga nisbatan yoki mana bu jismga nisbatan yoki mana bu so'nkaga nisbatan aytiladi. Qaysidir bitta jismga nisbatan olib aytiladi. Qaysidir jismni orqasida, jismni oldida yoki yonida degan ma'noda degan gapda. Birinchisi up ko'rganmiz. Oldi, T orqa, yo'q degani yon degani, yon taraf. An degani ichki qismi. Ichki qismi. Endi mana buni ko'radigan bo'lsak, ikkita kelyapti. Ikkita kelganligi uchun mana bittasini aytadigan bo'lsam, masalan, are degani pastida. Pastida. Mid degani ostida. Tagida. Ya'ni qaysi bitta jismni tagida deb tarjima qilsak bo'ladi. V degani yuqorisida. Endi mana shu tarjimasini ko'rib chiqdik. Endi rasmga qarab o'ylashimiz kerak. Biz mana shu so'zlarni qanday shaklda ishlata olamiz? Ko'radigan bo'lsak, mana bizga birinchisini qo'yib, teni o'chirib qo'ygan bizga. Endi mana buni yon qismida turibdi, nimadir turibdi. Endi shuni aytishimiz kerak, yon qismi. Yon qismi nima deganimiz? Yo'q degani, yo'q. Endi oldi. Bizda up. Endi mana tepasida deyapti. Pastki qismida. Are yoki mid deb ketsak bo'ladi. Chiroyliroq qilib yozaylik. Mid. Endi bizda bitta oxirgisi qolyapti. An degani. Ichki qismida turibdi. So'mkaning ichki qismi. An. Ya'ni ichida, ichkarisida, ichki qismida. Keyin bizda 4-bo'limda yangi birinchi grammatikasini ko'radigan bo'lsak, yogiga undan keyin yogigadan keyin ot keladigan, undan keyin yeyo grammatikasini ishlatamiz ekan. Yangi grammatika bu. Yogiga degani nima degani? Yogiga degani bu yer degani. Mana bu joy, mana bu yer deb masalan tanishtirganimizda mana bu yer, mana bu joy deb tanishtirganimizda ishlatiladigan koreyscha so'z, grammatika. Yogi bu yer degan ma'nosini beradigan bizga o'zbek tilimizda bu yer. Ga biz o'tgan darsda o'tdik, mana ga. Darslarda ko'rganmiz buni, ga. Subjectni bildirib keladi. Gapni mavzusini bildirib keladi. Gap nima haqida ketayotganligini bildirib beradi. Ga. Ga grammatikasi bu. Ga grammatikasi. Yogiga bu yer degan bu gapni mavzusini anglatib beradi ekan. Undan keyin biz o'sha yer haqida informatsiya berishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yer mana bunaqa. Bu yer oshxona, bu yer dorixona, bu yer mana bunaqa deb o'sha yer haqidagi informatsiyani berishimiz kerak bo'ladi. Informatsiya berishda bizga yeyo, imnida, imnika grammatikalari kerak bo'ladi. Bularni qachon ishlatilishini ko'rsatib ketdim men. Video darslarida ko'rib ketganmiz uni. Ikkalasini solishtirib ketganmiz. Biz bilamizki, yeyoni qachon ishlatishni bilamiz. U o'rgangan qoidam bo'yicha ketadi. O'zgarishlar yo'q, hech qanaqa o'zgarish yo'q.
Bu grammatikani ishlash formulasi mana bunaqa shaklda bo'ladi. Yogiga, undan keyin joy nomi, undan keyin informatsiya berishda kerak bo'ladigan yeyo grammatikasi yoki imnida imnika grammatikalarini ishlatsak bo'ldi. Qiyin joyi yo'q. Misollarda ko'radigan bo'lsak, tushunarliroq bo'ladi. Misol uchun birinchi gapda aytyapman bizda yogiga insadong yeyo. Yogiga insadong yeyo. Bu yer insadong yeyo deb savol beryapti bizga. Savol shaklida beryapti ekan. Bu yer insadongmi deb so'rayapti. Ikkinchi inson javob beryapti. Ne? Yogiga insadong yeyo. Bu yer insadong deb informatsiya beryapti. Chunki informatsiya so'raldi. Bu yer insadongmi deb informatsiyani so'raganligi uchun yana ne yogiga insadong yeyo deb informatsiyani javobini qaytaryapti. Bu grammatikalar unchalik qiyin grammatikalar emas, oson, anchagina. Tuzilmasini bir ko'rib ketadigan bo'lsak, formulasini ko'rdik. Tuzilmasi xuddi shunaqa shaklda bo'ladi. Mana tuzilmasi. Ma'nosi bu yer deb masalan birorta joyda, yangi joyda bir tushuntirmoqchisiz. Yangi bir insonga. Bu yer oshxona yoki bu yer restoran, bu yer yoki no'repan deb tushuntirganimizda kerak bo'ladigan mavzu ekan. Joyni ko'rsatadi. Misollarni ko'radigan bo'lsak, bu yoqda yogiga oddiy yo'q. Bu yer qayer deb informatsiya so'rayapti. En Seoul Tower yo'q. En Seoul binosi ekan. Seuldagi bino bor-ku, Seoul Tower. Ana shu binoni aytyapti. Yogiga Myeongdong yo'q. Bu yer Myeongdong deyapti. Myeongdong degan joy, qandaydir joy. Joy haqida bizga informatsiya beryapti. Keyingisini ko'radigan bo'lsak, keyingi mashqlar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Yogiga oddiy yo'q. Pogida beryapti bizga. Bu yer qayer deyapti. Myeongdong yo'q. Myeongdong deb javob beryapti. Yogiga Myeongdong yo'q. Ne? Myeongdong yo'q. Bu yer Myeongdongmi? Bu yer Myeongdong deb javob beryapti. Bu yoqda bizga joy nomlari, joylarni qanaqadir nomlanishi bu narsani o'rganib ketsalarning foydasi bo'ladi. Bu yoqdan xuddi shunaqa joylashuv. Ya'ni qanday binolarda joylashuv nomlari bo'ladi. Qanaqadir o'zimizda ham bor-ku. Murod building yoki shunga o'xshagan har xil nomlari bor-ku, binolarni, mahallani nomlari xuddi shunaqa. Bularda yodlab ketsalaring bo'ladi. Agar kerak bo'lsa, unchalik ham muhim narsa emas, bu keyinchalik ko'rib testlarda ko'rasizlar buni. O'sha paytda yodlab ketsalaring bo'ladi, agar yodlashni xohlamasalaring. Keyin grammatikadan birga ko'rib ketamiz. Bizga ikkinchi yangi grammatika. Kitob tezroq tugatishimiz kerak, shuning uchun ko'rib ketamiz imkon borligida. Yangi grammatika qanday bo'lyapti? Bizga grammatikani beryaptiki, isoyo, ya'ni ot. Ot bizda joyga nisbatan aytilyapti. Joy yoki bir inson. Ya'ni ot. Jonsiz narsa. U ot atoqli ot bo'lsin yoki bir boshqa ot bo'lsin, jamiki ot degan ma'noda kelyapti yani. Isoyo, opsoyo. Bor yoki yo'q.
Nimani bildiradi bu narsa? Bu joyda biror narsa yoki odamning borligini bildiradi. Biror narsa yoki odamning qaysi bitta joyda borligi yoki yo'qligini bildiradi. O'zbekchada da bor, joyda mavjud degan ma'nolarda tarjima qilib ketsak bo'ladigan. Endi misol uchun misollarda ko'radigan bo'lsak. En Seoul Tower'ga oddiy 있어요. Seoul Tower qayerda deyapti? Town qayerda deyapti? Seoul binosi qayerda joylashgan deyapti. Tam javobda aytyaptiki, Namsan에 있어요. Namsanda joylashgan deyapti. Namsan. Bu ot, mana bu en bizga ko'rsatgan en. Ot, undan keyin 있어요. Mana bu 있어요. Namsanda joylashgan, Namsanda bor deb javob beryapti. Tuzilishini ko'rib ketadigan bo'lsak, joy albatta undan keyin grammatikasi va undan keyin 있어요. Bizda da yoki joyda degan ma'nolarni beradi. 있어요, 없어요 bu o'zimizda bor va yo'q degan ma'nolarda ishlatamiz. Shuning uchun 있어요 joyda bor, 없어요 joyda yo'q deb tarjima qilib ketsak bo'ladi. Misol uchun misollarni ko'radigan bo'lsak, 중국 대사관이 어디에 있어요? qayerda joylashgan, qayerda? Xitoy elchixonasi qayerda joylashgan deb bizdan so'rayapti. Biz qanday javob berishimiz kerak? Myeongdong'e 있어요. Myeongdong'da joylashgan, Myeongdong'da bor deb tarjima qilib ketsak bo'ladi. Keyingisida Stipeni ko'chire 있어요. Stipen sinfxonada bormi? Stipen sinfxonadami? Anyo, ko'chire 없어요. Yo'q, sinfxonada yo'q deyapti. Yo'q deb turib oldin gapni inkor qilib olyapti-da, sinfxonada yo'qligini aytyapti. Albatta bo'lishi kerak. Ko'chiri 없어요 desangiz ham boshqacha eshitiladi ular uchun. Shuning uchun oldin gapni inkor qilishimiz kerak. Anyo, ko'chiri 없어요 yoki ne, ko'chiri 있어요 deb javob berishimiz kerak bo'ladi. Oxirsini ko'radigan bo'lsak, yo'ginin namsanyeyo. Bu yer namsanmi deyapti. Savol bermayapti, bir darak shakldagi. Yo'ginin namsanyeyo. Bu yer namsan deyapti. 남산에는 서울 타워가 있어요. 남산da 서울 타워가 bor deyapti. Darak gap ekan, bu so'roq emas ekan. Bizga keyin 지금 어디에 있어요? hozir qayerdasiz? 활동지 AB를 보고 이야기해 보세요 deyapti. Bizga 활동지 beryapti. Mana buni 보기 bilan ko'radigan bo'lsak, 유진씨가 어디에 있어요? 유진씨 qayerda? Mana bu rasmdan kelib chiqib, biz ham xuddi shunaqa mashq qilishimiz kerak ekan. Hakkuye 있어요. Yujishi qayerda deb savol beryapti. Undan keyin bu javobi qanday bo'lyapti? Hakkuye 있어요. Yujin mana haqiqatan shunaqa ekan, mana maktabda ekan joylashuv. Endi keyingisini ko'radigan bo'lsak, 정우 씨가 어디에 있어요? joyini so'raydigan bo'lsa, 정우 씨가 어디에 있어요? 정우 씨 qayerda deyapti. Qayerda joylashgan deb savol beryapti. 정우 씨ni ko'radigan bo'lsak, 정우 씨 mana 3ta joy deb bergan. 3ta joy deb o'zimiz topishimiz kerak ekan. Misol uchun Yakkuga 있어요. Yakku mana bu joyda Hakkuni o'rniga Yakkuk qo'yib qo'ysak, mana bu Yakkuk. Yakkukda joy bor degan ma'noni beradi bizda. Ya'ni Chong'u Yakkukda. Chong'u aptekada, dorixonada. Bu ikkinchisi mana bu yerda joyga qo'yamiz.
Э, Akira. Akirashiga oddiy Isoyo. Akirashi qayerda? Akirashi Akirashini ko'radigan bo'lsak, misol uchun bankda deylik, misol keltiryapman. Inaga Isoyo bankda. Akirashi bankda. Inaga Isoyo bank ketdi mana. Endi bizda oxirgi mana bu uy qolyapti. Stipen. Stipeni oddiy Isoyo. Stipen qayerda? Chiba Isoyo. Mana bu uy. Uyga o'xshayapti, uy. Stipen chiba Isoyo. Stipeni chiba Isoyo. deb javob berib ketsak bo'ladi ekan. Qolganlarini o'zlaring mashq ko'rsalaring bo'ladi. Ko'shil. Bizga ko'shil beryapti. Ya'ni sinfxona. Dars o'tadigan sinfxonamiz. Bu yoqda speaking beryapti bizga. Speaking de xudo xolasa keyingi darsda ko'rib, undan keyin yangi grammatikaga o'tib ketamiz, xudo xolasa. Vazifalarni bir ko'rib ketasizlar. Yangi so'zlar ko'p chiqdi bugun. 2 ta grammatika bo'ldi va bu yoqda bizga yangi so'zlar. Bular tarjimasini ko'rib ketdik.